Assalomu alaykum barchaga. Men Kizon Cooking yana sizlar bilan birga. Bugun sizlar bilan milliy taomimiz umochni birga pishiramiz. Buning uchun bizga un, tuz va suv kerak bo'ladi. Birdan qo'limga perchatka taqmaganim esimga tushib, taqib oldim. Endi esa xamirimizni xuddi tosh kabi qattiq qilib qorib olamiz. Bu taomni tayyorlamagan ko'pchilikka savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun toshday bo'lishi kerak? Chunki bu xamirni biz yanchganimizda alohida bo'lib berish kerak. Agar yumshoq xamir olsangiz, bir-biriga yopishib, bizga kerakli xamir holatida bo'lmaydi. Xamirimiz menimcha tayyor bo'ldi. Meni ham birinchi pishirishim. Endi esa navbat ichini tayyorlashga. Buning uchun bizga yog' kerak bo'ladi. Ba'zilar qo'y yoki molning dumba yog'idan foydalanishadi. Xohlang go'sht soling, xohlang go'sht solmang. Bu ixtiyoriy. Go'shtimizni qovurib olib, so'ng piyoz solamiz. Piyozimizni o'ldirib bo'lgach, mosh solamiz. Mosh, piyoz, go'shtni qovurib bo'lgandan keyin ozgincha suv solib qaynatamiz. Endi esa toshday qorib qo'yilgan xamirimizni kesishni boshlaymiz. Videoda ko'rib turganingizdek, xamir shunaqa ajralib turishi kerak bir-biridan, bir-biriga yopishmasdan. Xamiringiz shu holatga keldiki, sho'rvasiga ozgina sut solamiz. Sut solib, uni ham qaynatamiz. Sho'rvamiz qaynab chiqqach, moshlari pishgach, haligi to'g'ragan toshday xamirimizni ozginchadan solamiz. Xamir oshi pishganidan keyin, moshlari titilib ketganidan keyin, quyuq holga kelgandan keyin turshak deyiladi. Bizda xo'ling, yaxshilab yuvib ichiga solamiz. Ba'zilar suzishdan oldin 10 minut oldin solishadi, lekin ko'rib turganingizdek men oldin soldim, chunki ovqatimizga ta'mi chiqadi. Bizda degustation time. Buni ko'rinishidan ta'mini bilsangiz bo'ladi. Kamera bilan sizga yetkazib bera olmayapman. Bu ovqatni adashmasam 5 yoki 6 yosh bola edim, yegandim. O'shandan beri ta'mi og'zimda qolganligi uchun 20 yoshga kiribmanki, hali biror marta yeb ko'rganim yo'q. Bugun esa o'zim tayyorlashga ahd qildim. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Juda mazali chiqadi.